alaykum, Education o'quv markazi YouTube kuzatuvchilari. Demak, men ingliz tili o'qituvchisi Shahzoda Jo'rayeva bugun sizlar bilan ingliz tilidagi grammatikasidagi yana bir mavzuga to'xtalib o'tamiz. Demak, bugun sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan mavzumiz doskada yozib qo'yilgandek ko'rib turibsiz, kauzativ mavzusi. Kauzativ mavzulari bilan ko'pchilik tanish emas, mana shu haqida bugun to'xtalamiz. Xo'p, kauzativ o'zi nima degan savolga birinchi javob bera olamiz. Kauzativ o'zi nima? Kauzativ o'zbek tilidagi ekvivalenti orttirma nisbat deyiladi. Endi orttirma nisbat deganda o'zbek tilida kimdir tushunadi, kimdir yo'q, chunki maktabda o'qiganlarimiz esimizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Xo'p, orttirma nisbat nima? Orttirma nisbat bu aynan ish harakatni o'zi bajarishi emas, kimgadir qildirtirishi. Misol uchun, men o'quvchilarimga essay yozdirtirdim. O'zim yozmadim essayni, o'quvchilarga bajartirdim. Yoki bo'lmasam, men sochimni kestirdim. O'zim kesmadim, sochimni kimgadir kestirdim. Yoki bo'lmasam, men xonani singlimga tozalattirdim. O'zim xonani tozalamadim, balki xonani qildirtirdim. O'sha ish harakatni kimgadir qildirtirish va bu uni o'zbek tilida biz fe'lga tir va dir qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaymiz. Ya'ni qildirtirdim, tozalattirdim, bajartirdim degan holatda. Ingliz tilida qanday qilamiz? Mana shunga to'xtalamiz. Ingliz tilida o'zini alohida formulasi bor. Oldingi kanalimizdagi oldingi darslarda ko'rib chiqqan bo'lsangiz kerak, passive voice mavzusi bor edi. Xuddi shunga o'xshagan holatda biz buni ham formulaga qo'yib tuzishimiz kerak bo'ladi. Siz causative deb eshitmagan bo'lsangiz ham, umringizda bir marta bo'lsa ham grammatikada have something done yoki get something done degan narsani uchratgansiz. Mana shu have something done yoki get something done bizda causative mavzusiga, ya'ni orttirma nisbat mavzusiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu formulaga qanday qo'yiladi? Have something done bilan get something done o'zi nima degan? Ya'ni o'sha boya aytgandek ish harakatni kimgadir bajartirish. Faqat formulasiga bitta to'xtalamiz. Qarang, bu yerda gapni boshiga subject yozib qo'yganman, formulani boshiga. Subject, ya'ni gapni egasini qo'yishingiz kerak bo'ladi va undan keyin formulada have ni yoki get ni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Farqi yo'q. Have something done desangiz ham o'sha ish harakatni kimgadir qildirtirish, get something done desangiz ham ish harakatni kimgadir bajartirish bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil. Va have yoki get ni qo'yganingizdan so'ng something, ya'ni nima, o'sha narsa, nimadir narsani qildirtirdingiz, misol uchun essay yozdirtirdingiz, essayni qo'yishingiz kerak. Yoki bo'lmasa xonani tozalattirdingiz, xonani qo'yishingiz kerak. Yoki bo'lmasa sochingizni kestirtirdingiz, sochingizni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Narsani qo'yishingiz kerak bo'ladi va undan so'ng o'sha nima qildirtirganligingizni, ya'ni ish harakatni aytishingiz uchun verb 3, ya'ni fe'lning 3-shaklini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Fe'lning 3-shakli bu yerda qanaqa zamon bo'lishidan qat'iy nazar o'zgarmaydi, saqlanib qoladi. Qanaqa zamonda tuzyapsiz? Hozirgi zamonda tuzyapsizmi bu gapni? Kelasi zamonda tuzyapsizmi? O'tgan zamonda tuzyapsizmi? Fe'lning 3-darajasi har doim saqlanib qoladi. Agar noto'g'ri fe'l bo'lsa, to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, siz bunga ed qo'shishingiz kerak bo'ladi. Bekorga mana bu qavsning ichiga done deb yozib qo'ymaganman. Done bu do fe'lining 3-shakli hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik buni have something done deb yoritgani uchun done o'rniga siz o'sha aytmoqchi qildirayotgan ish harakatingizni verb 3sini yozishingiz kerak bo'ladi. Endi to'xtalamiz bunda zamonlarda aytmoqchi bo'lsak qanday aytamiz deyishingiz mumkin. Mana bu yerdagi have bilan getga e'tibor bering. Have bilan get bu verb hisoblanadi, to'g'rimi? Ya'ni fe'l hisoblanadi. Zamonlarga tuslayotganingizda o'sha zamonni formulasiga mana bu have bilan getni tuslaysiz. Misol uchun present simple zamoni subject plus verb 1 bo'lgandan keyin mana bularni verb 1 shaklini qo'yasiz. Agar past simple bo'layotgan bo'lsa, subject plus verb 2 bo'ladi-ku, bularni verb 2 shaklini qo'yasiz. Misol uchun have emas, had deysiz, get emas, got deysiz. Agar future simple bo'ladigan bo'lsa, future simpleda subject plus will plus verb 1-ku, bu yerga subject will plus verb 1 deb bularni qo'yasiz. Ya'ni I will have degan tarzda bo'ladi. Ya'ni qanaqa tarzda bo'ladi? Gaplarda yozganda yanada aniqroq tushuntiraman. Misol uchun, aytmoqchisiz, siz hozirgi zamonda present simple da aytyapsiz. Men har doim har oyda sochimni kestiraman demoqchisiz. O'shanda aytasiz I present simple bo'lgancha biz present simple formulasini eslab olamiz. Subject plus verb 1 edi. Endi have ni yoki get ni verb 1 ni oladigan bo'lsak, have ni verb 1 bu have, get niki ham get hisoblanadi. I bilan xohlang have ni qo'ying, xohlang get ni qo'ysangiz ham bo'ladi. I have yoki bo'lmasa I get desangiz ham bo'ladi. I have yoki I get. Xo'p, men sochimni kestiraman deb. Endi something yozishimiz kerak. Nimani gapiryapmiz? Biz soch haqida gapiryapmiz. My hair. Sochimni. Nima qilaman? Kestiraman deb. Kesmoq fe'li cut hisoblanadi. Uni verb 3sini ham agar noto'g'ri fe'llar jadvalidan ko'radigan bo'lsangiz, cut o'zgarmaydi. My hair cut deymiz. Va har oy deganlik present simpleligini bildirish uchun yozib qo'yamiz. Every
months. Va aytamiz. I have my hair cut every month yoki bo'lmasa I get my hair cut every month, ya'ni har oyda men sochimni kestirib turaman degan. Endi mana shunga o'xshash gaplarni o'tgan zamonda qiladigan bo'lsak, masalan, kecha men xonamni tozalattirdim deydigan bo'lsam, kecha men xonamni tozalattirdim. Endi I deymiz. Xo'p, kecha deyapman. Kecha deganligim uchun bu yerda past simple bo'ladi. Past simple'ning formulasini eslolsangiz, subject plus verb 2 edi zamonlarda. Endi qarang, have ni yoki get ni verb 2sini qo'yishimiz kerak. Have ni verb 2si bizda had bo'ladi. Get ni verb 2si esa got bo'ladi. I had yoki bo'lmasa I got deysiz. Xo'p, nimani deyapmiz? Xonamni tozalattirdim deyapmiz, to'g'rimi? Xonamni deganimiz uchun my room, ya'ni something qo'yishingiz kerak va nima qildirdik ish harakat. Tozalattirdik. Clean bo'ladi tozalamoq. Uni noto'g'ri fe'llar jadvalida yo'q va demak to'g'ri fe'l unga ed qo'shamiz. Cleaned bo'ladi. I had my room cleaned qachon? Kecha. Yesterday misol uchun. I had my room cleaned yesterday yoki I got my room cleaned yesterday deya gaplar tuzishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda endi kelasi zamonga qo'yadigan bo'lsak, men ertaga deylik nima desak bo'ladi? Men ertaga essay yozdirtirmoqchiman. Kimgadir demoqchiman. Endi ertaga deganim uchun bu future simple bo'ladi. Future simple formulasini eslab subject plus will plus verb 1 edi. Endi bu yerda I dan keyin boyagi will keladi va verb 1 deyapmiz-ku, have bilan getni verb 1 nosik bo'ladi. I will have desak ham bo'ladi. I will get desak ham bo'ladi. Nimani deyapmiz? Essayni deyapmiz. Essay nima qildiraman? Yozdiraman deyapmiz. Yozmoq fe'li write noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Noto'g'ri fe'llar verb ichida written bo'ladi. Written qachon? Tomorrow masalan. Men ertaga essayni yozdirtirmoqchiman. I will have essay written tomorrow. Yoki bo'lmasa I will get essay written tomorrow deyishimizga to'g'ri keladi. Bular simple zamonlardagi formulalari edi. Endi sal bizga murakkabroq bo'lishi mumkin. Continuous zamondagi yoki perfect zamonda formulada kelib qolsa qanday qilamiz? Ya'ni continuous davomiy zamonlarda ishlatmoqchi bo'lsak-chi, perfect zamonlarda ishlatmoqchi bo'lsak-chi degan narsa to'xtaladi. Xo'p, buni videoni pauza qilib yozib olasiz o'zingiz uchun. Men hozir darsning narigi qismiga, ya'ni perfect zamonlarda yoki continuous zamonlarda kelsa qanday qilishimizga to'xtalib ketaman. Xo'p, demak aziz o'quvchilar, davom etamiz. Demak, continuous zamonlarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, men hozir xonani tozalattiryapman demoqchi bo'lsam qanday bo'ladi? Endi mana shu zamonlarimiz ozgincha qiziqroq bo'ladi. Men hozir xonani tozalattiryapman. Eslab qoling, present continuous bo'lyapti. Present continuousning asli formulasi qanaqa bo'ladi? Subject MSR verb ing bo'ladi. Endi o'sha formulani mana bunga moslashtiramiz. Subject MSR verb ing bo'lyaptimi? Men deyapmiz, I bu yerda subject. Undan keyin MSR kelish kerak, I bilan am keladi. Xo'p, verb ing deyapman. Endi have bilan getga verb ing qo'shishim kerak va have ga verb ing qo'shsam having bo'ladi. Getga verb ing qo'shsam getting bo'ladi. Va nimani? Xonamni deyapman. My room. Nima qildiryapman? Tozalattiryapman. Clean it. E'tibor bering, qanaqa zamon bo'lishidan qat'iy nazar, xoh davomiy bo'lsin, xoh continuous, xoh perfect, xoh simple zamon bo'lsin, mana bu verb 3imiz saqlanib qolyapti. Zamon o'sha zamonligini bildirish uchun biz faqatgina mana bularni formulaga qo'yib tuslab ketyapmiz. Verb 3, mana bu yoqdagi verb 3 hech qachon o'zgarmaydi, saqlanib qoladi. Mana bularni tuslab ketaverasiz. Endi perfect zamonga keladigan bo'lsak-chi, present perfectda gapirmoqchi bo'lsak-chi, men hozirgina xonamni tozalattirib bo'ldim. Hozirgina qilib, nima deydi? Tozalash ishlarini bajartirib bo'ldim. Demoqchi bo'lsangiz qanday qilamiz? Bu present perfect zamon bo'lyapti. Present perfectni asli formulasini eslab olamiz. Present perfectni asli formulasi subject have has plus verb 3 edi. Endi mana shunga to'xtalamiz. Men deyapmiz subjectga keladi. Have has dedim-ku, I bilan have keladi va verb 3 dedim. Endi mana bu have bilan getni verb 3 ga qo'yaman. Have ni verb 3 ise had bo'ladi. Get ni verb 3 ise got bo'ladi. Va nimani? Xonamni dedik. My room something qo'yamiz. Nima qildiryapman? Tozalattiryapman. Clean it. Tozalattirib bo'ldim deydigan bo'lsak. Va aytamiz, I have had my room cleaned yoki I have got my room
clean it deya tuzishingiz kerak bo'ladi. Biz boya 3 ta simple zamonda ko'rgandik. Simple'da mana bu have bilan getni tushirganmizdek, continuous'da ham have bilan getni tushar ekanmiz. Ya'ni continuous'da bizda ing oladigan bo'lsa have bilan getga ing qo'shar ekanmiz. Perfect'da verb 3 qatnashadigan bo'lsa have bilan getni verb 3 ga qo'yamiz. Va nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa zamon bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu verb 3 saqlanib qolishi kerak bo'ladi. Demak, causativ mavzuimiz shundan iborat edi. Bu bizda unchalik ko'p ishlatilmaydi, lekin siz qachon ishlatsangiz bo'ladi. Aynan writinglar yozayotganingizda, essay, letterlar yozayotganingizda yoki IELTS task 1lar yozayotganingizda kerak bo'ladi. Yoki speakingga juda ham ko'p ishlatishimizga to'g'ri kelib qoladi. Nima deyishni, o'sha gaplarni nima bilan chiqarib berishni, ya'ni ish harakatini kimgadir qildirtirganingizda aytishni bilmay qolamiz. Mana shularda bu mavzuimiz bizga juda ham kerak bo'ladi. Va ba'zida bu mavzuni bilmagan holatda agar bilmasangiz, siz readingdan ham ishlay olmasligingiz mumkin, chunki mana shu mavzu bilan qanaqadir so'z o'yinlari qilib savol tuzib berishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu mavzuni o'rganib olishimiz bizga juda ham muhim hisoblanadi. Demak, obunachilarimiz, bizda mana shu causativ mavzumiz yakunlandi. Sizga yana grammatikadagi qaysidir mavzu tushunarsiz bo'lsa yoki bo'lmasa qaysidir mavzuni o'tib berishimiz kerak bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, biz keyingi darslarimizda o'sha mavzuni yoritib boramiz. Yanada ko'proq ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Goodbye.